Assalomu alaykum. Bugun klientimizning zakazlarini sizlar bilan birgalikda yasaymiz. Bismillah deb. Qani ketdik. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ikkita obodok. Ikkita obodokni yaxshilab bir-biriga klilab olamiz. Faqat orasini ozgina ochib, o'rtasiga metrajli setkamizni qoplab olamiz. Setkamizni ozgina obodogimizdan chiqib turganini hisobiga chetlarini kesib obodogimizga moslashtirib olamiz va o'rtasiga metrajli ko'zimizdan naqsh berib yopishtirib olamiz. Yana metrajli ko'zimizni ikkita obodogimizni ustiga bir xil qilib kesib olamiz. Chetlariga chiroyli qilib yopishtirib chiqamiz. Ortiqcha joylarini to'g'irlab, yopishtirib, hamma yog'ini to'g'irlab olamiz. Keyin o'rtasidagi metrajli ko'zimizni naqshlarini orasiga mayda-mayda to'rtburchak ko'zlarimizdan terib chiqamiz. Rangini o'zingizlar xohlagan rangingizda qilsanglar bo'ladi. Faqat ko'zlarni yopishtirishimizdan oldin birinchi kley bilan hamma yog'iga ko'z qo'yadigan joylarimizga kleylab chiqamiz. Kleyni ustiga keyin ko'z yopishtirib, ko'zlarimizni chiroyli ketma-ketlikda terib chiqamiz. Iloji boricha kley bilan ishlayotganda ehtiyot bo'lib ishlanglar. Ko'z tarafiga kley tegib ketmasin, ko'zingizlarning usti xarob bo'lib qolishi mumkin. Keyin orasi ochilib qolgan joylariga yana ko'zlar bilan to'ldirib chiqamiz. Xohlasanglar tomchi ko'z qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar bargsimon ko'z qilsanglar bo'ladi, dur qilsanglar bo'ladi o'rniga. Hamma ishlarni qilib bo'lganimizdan keyin obodogimizning ikkita uchini yaxshilab lenta yordamida o'rab olamiz. Tillarang lenta yordamida sochimizga botmaslik uchun, ro'mollarimizni tilib olmaslik uchun akkuratni qilib yopishtirib chiroyli qilib olamiz. Mana obodogimiz ham tayyor. Egasiga buyursin. Like bosish esingizdan